Present continuous hozirgi davomli zamon. Ya'ni bu ingliz tilida hozirgi zamonlar ichida yana bir muhim zamonlardan biri hisoblanadi. Present continuous ayni paytda sodir bo'layotgan ish harakatlarini ifodalashda ishlatiladi. Demak, u gapirilayotgan paytda davom etayotgan ishlarni tasvirlaydi. Bu zamon vaqtinchalik yoki hozir faoliyatlar uchun ishlatiladi. Bu zamon aynan hozir nima bo'layotganini tushuntirishga yordam beriladi. Demak, present continuousning yasalishiga to'xtab o'tamiz. Present continuousda biz birinchi yana subject birlik va ko'plikda keladi. Undan keyin am, is, are tibbiy fe'lning hozirgi zamon shakllari ishlatiladi va undan tashqari verbdan keyin biz ing qo'shamiz. Misol uchun I am reading, she is talking on the phone, they are running shakllarda biz ishlatamiz. Present continuous ishlatilishi subject plus am, is, are plus verb ing. I am reading book. He is writing a notebook. You are going to school. We are playing football. They are listening English music, for example. She is cleaning room. Inkor shaklida biz subject plus am, is, are plus not plus verb ing shaklda ishlatamiz. Endi misol uchun inkor shaklini yasaganda o'sha to be'dan keyin not shaklini qo'yamiz. I am not reading. He is not writing. You are not going to school. We are not playing football. They are not listening to English songs, for example. She is not cleaning room shaklda ishlatamiz. Endi so'roq shakliga asosan to'xtalib o'tadigan bo'lsak, so'roq shaklini yasashda am, is, are egadan oldinga chiqadi. Am, is, are egadan oldinga chiqadi. Endi bu yerda so'roq shaklida masalan misol keladigan bo'lsak, masalan mana bu gapni so'roq shakliga o'tkazamiz. Demak, bu yerda she is cleaning room edi. Biz endi u xonani tozalayaptimi degan ma'noda ishlatadigan bo'lsak, is he cleaning room va oxiridan buni so'roq shakl bo'lgani uchun oxiridan so'roq belgisini qo'yamiz. Is he cleaning room? Va bu savolga javob bermoqchi bo'lsak, qisqacha yes he is yoki no he isn't shaklda javob beramiz. Asosiy to'xtalib o'tadigan narsaga keladigan bo'lsak, present continuous bu hozir ayni paytda ko'z o'ngimizda sodir bo'layotgan ish harakatlarga nisbatan ishlatiladi. Ya'ni ko'z o'ngimizda sodir bo'layotgan, u suzyapti, u maktabga boryapti degan gaplarimizda biz ishlatilamiz. Ya'ni ishlatilishda o'sha formulasi asosiy yodimizda bo'lishi kerak. Subject plus am, is, are plus verb ing. Inkor shaklida am, is, aredan keyin not qo'yiladi. So'roq shaklida am, is, are oldinga chiqadi. Ya'ni bu yerda misollar, ba'zi bir misollar ko'rishimiz mumkin. Is he driving a car? Is she cooking soup? Are you playing game? Are they going to school? Is Sarah cleaning room? Ya'ni bu yerda har bir misollarimizda to be o'z ya'ni egadan oldinga chiqqanligini ko'rishimiz mumkin. Ba'zi bir present continuousda masalan bu testlarni bajaradigan bo'lsak, demak bu yerda I va I'dan keyin am. I'm reading book. She is they bo'lgani uchun bu yerda are qo'yamiz. Demak, at the moment bu kabi payt ravishlari ingliz tilida ishlatiladi. Shuning uchun we are doing present continuousda ishlatiladi. He is cooking. They are not studying English kabi biz ishlatishimiz mumkin.
va bu zamon muhim zamonlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun diqqat bilan o'rganish tavsiya etiladi.